Evet, assalomu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilaringiz. Bugun eshik o'rtog'ida xonadonlaringiz sotuvga chiqdi. Xudo xolasa hozir manzilini ham ko'rsatamiz, hujjatlari bor. Chunki avval reklama qilganmiz, bir sotib olgan, endi 1-2 yildan keyin sotayotirlar. Sabablarına göre manzili aytiladi, hujjatlari haqida aytdik. Uy egasini telefon raqamini yozib qoldiramiz va uyimizni narxini ham aytib o'tamiz video davomida. Elde 14,5 metre ekan izle. E'tibor qiling, bunda garaj uchaydigan qismlarini tuzatilgan. Arkasından bax tarafı dim katta qolgan. Keyin birinchi o'sha shu bax taraf qismi bilan tanishib o'tamiz. Uyimiz uchta xomchar o'char qo'yilgan. Birinchi etaj plita bilan bostirilgan. Ikkinchi etaj og'och bilan bostirilgan. Uy sifatli, ajoyib, yaxshi qurilgan. Bax tarafga e'tibor qiling, kattaligini. Kızıktıra da olsa ya muhakkak ediyor. Xonadonimiz egasini telefon raqamini yozib qoldiramiz, bemalol telefonlashib kelaversin. Kelganingizda xonadonimizni video obzorini boshlamoqchi isterdim. O'zlarimizning xizmatlarimizni taklif etib o'tamiz. Agarda sizlar ham xonadonlaringizni sotmoqchi bo'lsangizlar, biz orqali tezroq va asonroq sotishingiz mumkin bo'ladi. Bizlarga murojaat uchun 91 094 27 27 raqamına murojaat qilsangiz bo'ladi. Yine acayip etib yorug'lik uchun ham oynalarni shunday uzun etib qo'yganlar. Bu da yine garaj kısmı yine görüntülerini izleyin. Ben onu bilmedim. Planlaştıraverasizlar o'zlaringiz. Xudo xolasa plitalar bilan bostirilgan. Bahası izle 610 milyon so'm aytib tuttu. Gelişeline katta dalan. Görüntülerini izleyin. Depede meddeni dalanı var, iyi hanaları var depede. Metr kvadratı 406 metr kvadrat teşkil kıladı. Kızıktırsa ekranda müracaat üçün de yazı kokmuz. Bemalol egelerine telefonlaşıp gelip üstünde gelişip alaveresizler. Ya, şunu görün işte. Hadi ikinci kavatını göstereyim. Neyse şu bilen videolarımızı yakılımıza izle. Sağ olunlar, selamat olunlar. Gözetçiler için rahmetliyiz. Keyingi videolarımızda görüşürüz.